Kanal a'zolari, assalomu alaykum. Bugun 14-may 2024 inshaalloh ishlarimiz davom etyapti. Farg'ona viloyati Marg'ilon tuman Marg'ilon shahridamiz. Xudo xohlasa mana klientimiz kanalimiz a'zosi akasi bo'ladi. 3 ta hojatiga, 2 ta ko'cha tomonda hozir ham kablangan, kabel ustiga kutib turibmiz. Olib keldik. Bu hojatxonaga hisob ko'tarib qo'yilgan bo'libdi. 90 ga 120 kaloriyasidan keldi akalar. Narxi 450 ming so'mdan donasi keldi akalar. Kabel o'rnatishlari bilan. Qopqonlar bor 150 ming so'mdan akalar. Yillar mana ko'rishingiz mumkin. Mana soat chiqdi akalar. Soat 4 bo'ldi. Haritan keyingi ertalab kelgan 4gacha kablar akalar. İnşallah 3-sini tashlab ichidan tozalab turib akalar. Qopqonlarni yopib kelgan ekan, video qilamiz. Ko'chani ham o'tashni video ko'ramiz. Xo'sh. Mana akalar. Ko'chadagi mana bu yerga hammom bor ekan. Hammomning suviga 2 dona bo'yga tashlaymiz. Inshaalloh agar o'z kalosimiz kelyapti. Kablab bo'lindi. Tushirib qopqonlarni yopib yana bitta video qilamiz akalar. Xudo xohlasa. Mana bunimizni qopqon ham kelgan. Hammom qopqon bitta teshik bo'ladi. Hayda ham demoxod hisobda foydalansa bo'laveradi, ham mabodo to'lib qolsa to'lgandan tortishga ham yaxshi. Ardonga akalar, mobilga qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xohlasa ila xizmat qilamiz. Marg'ilonda aytgan ko'zamiz ko'chadagisi. Ikkitasi mana. To'lab qo'yib turamiz. Ko'rsinglar. Cho'qiladi. Qopqonni yopamiz ekan. Video qo'yamiz, do'stlar, zo'r tushdi tarafı. Allohga shukr. Hozir ichkariga yana bittasi qo'ygan, qopqonni yopib tashlab, yana bitta video qo'yamiz. Mana kelar Marg'ilonda aytgan ishimiz xudo xohlasa, kaloslarni. Ishga spes tarafat chiroyli qilib tushib oldik, 90 ga 120 ga. Sizlar ko'rishingiz mumkin. Taqa ko'zga ham yili shag'al chiqdi akalar. Hozir mana qopqonni yopamiz. Xudo xohlasa bo'ldi. Mayli. Kaloslar bitta xolos. Ko'chadagi nima asos. Ha, yeyman. Nima sana kim qo'ydi? Kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum. Bugun 7-may 2024-yil. Xudo xohlasa ishlarimiz davom etyapti. Andijon viloyati Bag'ish tumanidamiz. Bugun akalar 150 gradus issiq. Chunki onajonni yaxshi ko'rsatadigan aytib gumbillatib tirs urib qo'yilgan akalar. Xudo xohlasa xalq xizmatidamiz. Akamiz xonadoniga 3 ta kalodis, bitta to'ylet qopqonlari bilan qo'yyapmiz. 90 ga 120 ga kalodislarimiz kelyapti o'zi. Kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum. Bugun 11-may 2024-yil. 185 gradus issiqda ishlayapmiz mana. Jazirama, quruq chekka kelganmiz. 90 ga 120 kalodislarimizni olib kelganmiz. Klientim kanalimiz a'zosi chaqiruvdi. Xudo xohlasa mana qopqonlari hojatxonaga. Ko'rishingiz mumkin. Zankoviy. Xudo xohlasa 3 dona kalodis, 1 dona qopqonlari bilan Andijon tumaniga keldik. Xizmatlar bo'lsa har doimgidek akalar, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bittadan like tirs urib akalar, do'stlarga podpis qilasizlar. Bunaqa issiqda ishlasham bir san'at. Mana kavlanish jarayoni. Umuman qilib 120 ga qilib kavlandi. Xudo xohlasa akalar, ishimiz bitganda yana bitta video qilamiz. Inshaalloh montajini birga qilib chiqarib olamiz. Mana akalar, ko'cha tomonda aytgan ishimiz. Qaytib girdik ishimiz akalar. Bu yerga 1 dona kalodis bitta qopqon bilan qo'ydik. 90 ga 120 ga kalodisimiz har doimgidek. Bo'yi 90, aylanasi 120 ga. Bu qopqonimiz zagilushga qopqon, teshiga 150 turgan o'rni bo'ladi. Nari ko'rganinglar. Ham demoxod, ham tekincha mabodo to'lib qolsa, galni o'ziga kelib porttirgani.